Vinicius ichkarida, pauza. Ha, ofsayd aytayapman. Hozir Ardaga nimadir deyishi kerak Vinicius. Bunaqa vaziyatlarda cho'zma deydimi? Frenkie de Jong, Barselona juda shoshib tashlamayapti-yu. Lekin boyagiga nisbatan tempni oshirdi. Boyagiga nisbatan hujumni kuchaytirdi. Demak, resurslari bor edi boya ham. Bir-birligida ham shunday imkoniyatlari bor edi. Ehtiyotkorlik bilan o'ynadi. Hozir esa to'pni egallab oldi. Oldinga bormoqda. Aksincha Real to'xtadi. Pedri. O'ngga Yamal! Qanday qilib Courtois! Yamal ideal zarba berdi. O'sha nuqtadan boshqachasiga tepib bo'lma. Bundan zo'r tepib bo'lmasdi. Thibaut Prime davridan epizod. Dahshat. Ikkinchi taym shunchaki dahshat. Rafinha, Mbappe charchab qolmaganmikin Vinicius? Yo'q, yugurib beryapti. Chunki birinchi taymda deyarli dam oldi-da u, ikkinchi taymda yuguryapti. O'ng qanot bo'sh, bordi. Valverde oddiy pas. Buni Barsa futbolchilari o'qib, xotirjam bartaraf etishdi. Haliyam bu uchrashuv masalasi ochiq do'stlar. Balde bu ham yetishmadi. Faqat Leva emas. Bu endi ancha muddat o'ynamagan futbolchilarni aytmayapman. Endi bevosita ozgina qolganda jarohat olganlar. Hector Ford bilan Gavi tushadi maydonga. Bu safar emas, keyingi pauzada. Modric, Kubarsi, birinchi to'p yana Kubarsi, Fermin, Yamal. Albatta unga to'p kelganda nimadir aktivlik namoyish etyapti. Bu safar ajoyib pas va Ferran darvoza bo'sh, gol! Barselona qaytdi. 2-2. Ferran javob berdi. Shart emas dedi Lewandowski. Hal qilaman o'zim deb. Mana bu oltin fonddan o'rin oladigan klassikolardan biri. Barselona ikkala golini ikkita fantastik pas evaziga kiritganini e'tirof etamiz va uning muallifi, ikkalasining muallifi kim? Lamine Yamal 18 ga qarab ketayotgan yigit. Ma dedi. Qoch, tep, ur. Qochdi, aldadi, urdi. Ferran Barsa hisobni tenglashtirmoqda. Muxlislarga yana yarim soat El Clasico ko'rish imkoniyatini taqdim etishi mumkin bu gol agar kimdir so'nggi sekundlarda g'alabani ilib ketmasa. Bular uni ham uddalashi mumkin. Bulardan hamma narsa kutsa bo'ladi. Bularni ko'zi yonib, oyog'i tagida o't chaqnab, allaqachon